أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugun biz sizlar bilan gaplashadigan gapimiz bu Muaz ibn Jabal raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bo'ladi. Shu hadis haqida bugun sizlar bilan biroz suhbatlashamiz. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz ibn Jabal raziyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. Endi hadisning matni Muaz ibn Jabal raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimning oxirgi kalomi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi dedilar. Abu Dovud, Tirmizi va Hakim rivoyat qilganlar va Hakim sahih degan.